6.3 motor qani bu yerda? Bugun sizlarga Gelenwagen oilasidagi eng tejamkor gelikni ko'rsatamiz. Qarshingizda O'zbekistonda yagona bo'lgan original G63 body kit taqilgan Mercedes-Benz EQG 580. Ko'chada sizni hech kim elektromobilda ketayotganingizni bilmaydi, avtomobilingiz ovozsizligini bilmagunligicha. Barcha EQG'larni orqasida quvvatlash qutisi tursa, ushbu gelikda ko'rib turganinglardek zaxira ballon turadi. Avtomobilning vyxlopidan ovoz chiqmasa ham, zato turgan joyda 360 gradusga aylana oladi. Kapot ostida 4 litrli motorni o'rniga 116 kilovatli akkumulyator bor. Ushbu avtomobilimiz 0 dan 100 gacha 4.7 sekundda tezlashadi. 587 ta ot kuchiga ega va to'liq zaryad bilan 500 km masofa bosib o'ta oladi. Salon juda ham chiroyli jigarrang va qora rang kombinatsiyasida qilingan. Eng premialni audio tizim Burmeister ishlatilgan va oddiy gelikdan ushbu gelikimizning markaziy konsoli farq qiladi. Markaziy konsoli o'zidan mashinani 360 gradusga aylantira oladi. Rul original Mercedes-Benz'ni charmidan qilingan va bu 2025-yilgi dizayn. 220 ming bilan kelib ushbu gelikni egasi bo'lishingiz mumkin. Sizni A Bozor Premiumda kutib qolamiz.